Mana shu 46,9 kvadratli uyni 23.500 dollarga olsanglar bo'ladi. Tasavvur qilsanglar, 1 kvadratni 500 dollardan va eng zo'r tarafi etajidan qat'iy nazar, xohlasanglar 2-etaj, xohlasanglar 12-etajdan 100% to'lov asosida mana shu narx bo'yicha kvartira olsanglar bo'ladi. Ya'ni biz Nazarbek Tarnov mahallasiga kelganmiz. Silver House qurilish kompaniyasi tomonidan qurilayotgan ushbu 12 etajkali novostroykamiz ko'rib turganlaridek qurilishi davom etyapti. Eng zo'r tarafi 100% mana shu qurilish sifatiga javob beramiz deyishyapti. Bemalol kelib tekshirib olsanglar ham bo'ladi. Dokumentlari hammasi joyida. Bundan ham zo'r tarafi toza havoli joylardan kvartira qilaman deganlar uchun zo'r variant bo'ladi. Bu joyimizni aylanasiga ham katta zeleniy zonani ko'rishimiz mumkin. Shundoqqina Nazarbek sanatoriyasining yonginasida joylashgan. Ikkita blokdan iborat bo'ladi. Birinchi etaj nejiloy, atrofda katta parkovka joylari bor. Podvalda ham parkovkalariga ega bo'ladi. Zo'r tarafi xohlasanglar bo'lib to'lash imkoniyati ham bor. Ya'ni 12 oygacha boshlang'ich to'lovsiz shunday bo'lib to'lasanglar bo'ladi. Xohlasanglar 50% boshlang'ich to'lov qilib, qolganini 30 oyga bo'lib to'lash mumkin. Bu joyimizga suv, svet, gaz, kanalizatsiya hammasi olib kelingan. Atrofda maktab, bog'cha, masjid hammasiga bir qadam. Lokatsiya juda ham zo'r. Pastda mana shu quruvchilarning nomerini qoldiramiz. Telefon qilsanglar yana batafsil ma'lumot berishadi. Lokatsiya Telegram kanaliga ham joylab qo'yamiz. Mana shu 46,9 kvadratli uyni 23.500 dollarga olsanglar bo'ladi. Tasavvur qilsanglar, 1 kvadratni 500 dollardan va eng zo'r tarafi etajidan qat'iy nazar, xohlasanglar 2-etaj, xohlasanglar 12-etajdan 100% to'lov asosida mana shu narx bo'yicha kvartira olsanglar bo'ladi. Ya'ni biz Nazarbek Tarnov mahallasiga kelganmiz. Silver House qurilish kompaniyasi tomonidan qurilayotgan ushbu 12 etajkali novostroykamiz ko'rib turganlaridek qurilishi davom etyapti. Eng zo'r tarafi 100% mana shu qurilish sifatiga javob beramiz deyishyapti. Bemalol kelib tekshirib olsanglar ham bo'ladi. Dokumentlari hammasi joyida. Bundan ham zo'r tarafi toza havoli joylardan kvartira qilaman deganlar uchun zo'r variant bo'ladi. Bu joyimizni aylanasiga ham katta zeleniy zonani ko'rishimiz mumkin. Shundoqqina Nazarbek sanatoriyasining yonginasida joylashgan. Ikkita blokdan iborat bo'ladi. Birinchi etaj nejiloy, atrofda katta parkovka joylari bor. Podvalda ham parkovkalariga ega bo'ladi. Zo'r tarafi xohlasanglar bo'lib to'lash imkoniyati ham bor. Ya'ni 12 oygacha boshlang'ich to'lovsiz shunday bo'lib to'lasanglar bo'ladi. Xohlasanglar 50% boshlang'ich to'lov qilib, qolganini 30 oyga bo'lib to'lash mumkin. Bu joyimizga suv, svet, gaz, kanalizatsiya hammasi olib kelingan. Atrofda maktab, bog'cha, masjid hammasiga bir qadam. Lokatsiya juda ham zo'r. Pastda mana shu quruvchilarning nomerini qoldiramiz. Telefon qilsanglar yana batafsil ma'lumot berishadi. Lokatsiya Telegram kanaliga ham joylab qo'yamiz. Mana shu 46,9 kvadratli uyni 23.500 dollarga olsanglar bo'ladi. Tasavvur qilsanglar, 1 kvadratni 500 dollardan va eng zo'r tarafi etajidan qat'iy nazar, xohlasanglar 2-etaj, xohlasanglar 12-etajdan 100% to'lov asosida mana shu narx bo'yicha kvartira olsanglar bo'ladi. Ya'ni